Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz brokkolidan juda ham mazali qilib salat tayyorlaymiz. Buni sekreti bor ekan. Agar ozishga qiynalayotgan bo'lsangiz, ko'proq yeyinglar, juda ham ozdirib. Bismillah deb ishlarimizni boshlaymiz. Ko'katlarimizni yaxshilab yuvamiz. Mana shu narsalar kerak bo'ladi. Zelilarimizni sirkali suvda yuvib olamiz. Bir qoshiqcha taxminan solamiz. Bismillah. Brokkolini ham yuvamiz yaxshilab. 5 minutcha turadi. Brokkolini qaynatib olamiz. Brokkolini solamiz. Zaytun solamiz. Ko'k piyoz solamiz. Petrushka mayda to'rab solamiz. Kashnik solamiz. Mana bu yerda tuz, murch, mentol va kunjut solamiz hammasini. 2 qoshiq, katta qoshiqda zaytun yog' solamiz. 1 choy qoshiq soya solamiz. Endi yarimta limonni siqamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Endi yeb ko'ramiz. Bismillah.